minglarcha yillar avval edi. Misrda yashagan Isroil o'g'illari uchun hayot ancha qiyin edi. Chunki qirol Fir'avn ularni qul kabi ishlatar edi. O'ta ketgan bir zolim odam edi. Isroil o'g'illarini bu zulmdan faqat bir payg'ambar chiqibgina qutqara olardi. Buning uchun ular Allohga duo qilishardi. Yangi bir payg'ambar yuboriladigan kunni intizorlik bilan kutishardi. Kunlar, oylar va yillar shu zaylda o'tib borar edi. Kunlarning birida Fir'avnning qo'shnilari unga bir xabar keltirishdi. Ey ulug' Fir'avn, Isroil o'g'illari orasida bir o'g'il farzand tug'iladi va u seni saltanatingni yiqitadi. Buni eshitgan shafqatsiz Fir'avn darhol bir buyruq berdi. Tug'ilgan har bir o'g'il bolani o'ldiring. Va Fir'avnning askarlari bu shafqatsizlarcha chiqarilgan buyruqni so'zsiz bajarishdi. Bani Isroil qavmi orasida yaqin orada bir chaqaloq kutilayotgan bir ayol bor edi. Farzandim o'g'il bola bo'lib tug'ilsa nima qilaman deb kecha-yu kunduz yig'lardi. Bechora ayolning qo'rqqan ishi boshiga tushdi. Bir o'g'il farzand dunyoga keldi. Unga Muso deb ism qo'ydi. So'ngra bir sandiq topdi va uni sandiqning ichiga soldi. Keyin bola solingan sandiqni Nil daryosiga oqizib yubordi. Sandiq ajoyib bir qayiq kabi edi. Daryoning ustida suzardi. Alloh taolo xohlagan bir manzil tomon tezlik bilan oqib borardi. Sandiq keta-keta Fir'avnning saroyining bog'iga qadar yetdi va o'sha yerda to'xtadi. Fir'avnning Osiyo ismli bir rafiqasi bor edi. Judayam oqko'ngil bir ayol edi. Bolalarni judayam sevardi. Bu qandayam bir go'zal chaqaloq ekan deb sandiqqa oqib kelgan bolaga qarab Osiyo judayam sevindi. Endi chaqaloq saroyda qoladigan bo'ldi va unga shaxsan Osiyoni o'zi qaraydigan bo'ldi. Lekin unga avval bir sut ona topish kerak edi. Isroil o'g'illari orasida sut onalikka bir ayol topib kelindi. Bu ayol Musoni o'zining onasi edi. Lekin bu sirni o'zidan boshqa hech kim bilmasdi. Kunlar, oylar va yillar shu zaylda o'tib borardi. Muso ulg'aydi. Yosh bir baquvvat yigit bo'ldi. Muso saroyda yashar edi. Lekin Isroil o'g'illarini ahvoliga judayam rahmi kelardi. Bir kuni bir odamni Isroil o'g'illaridan bir bechorani kaltaklayotganini ko'rib qoldi. Bu nohaqlikka chidab tura olmadi va u odamga bir musht tushirdi. Musodan musht yegan odam yerga yiqildi va shu zahoti o'lib qoldi. Musoning bunday bir odamni o'ldirib qo'yishi katta jinoyat edi. Albatta jazosini olishi muqarrar edi. Saroy qo'riqchilari uni hamma joydan qidirishar edi. Muso Misrdan qochishga qaror qildi. U borishi mumkin bo'lgan eng yaxshi joy Madian o'lkasi edi. Darhol yo'lga chiqdi va yashirincha Misrni tark etdi. U yerda yaxshi insonlar va Shuayb payg'ambar bor edi. Ular Musoni va Muso ham ularni yaxshi ko'rib qolishdi. U yerda Shuayb payg'ambarning qizi bilan nikohlanib, oila qurdi. Muso Madian o'lkasida 10 yil yashab qoldi. 10-yilning so'ngida oilasi bilan birgalikda Misr tomon yo'lga chiqdi. Yo'l uzundan uzun va mashaqqatli edi. Havo ham juda sovuq edi. Muso tog'ning tepasiga bir yorug'lik ko'rdi. Bu nima bo'lishi mumkin edi? Bo'lsa ham bir gulxanning otashi edi.
Muso gulxan otashidan olish uchun to'g'ri yorug'lik tomon bordi. Bir daraxtning shoxlari yonayotgan edi. Ammo bu otash daraxtni yoqmayotgan bir otash edi. Xo'p, u holda bu narsa aslida nima edi? Birdan shunday bir ovoz eshitildi. Shak shubhasiz men sening Robbingman. Darhol oyoq kiyimlaringni yechgin, chunki sen muqaddas Tuva vodiysidasan. Muso avvaliga juda ham qo'rqqan bo'lsa-da, unga o'zini ovozini eshittirgan Alloh taolo ekanligini bildi va Alloh taolo Musoga o'sha yerda payg'ambarlikni berdi. Muso payg'ambarni Misrda akasi Xorun kutib oldi. Alloh tomonidan Xorunga ham payg'ambarlik berilgan edi. Xorun payg'ambarning vazifasi Muso payg'ambarga yordamlashishdan iborat edi. Amalga oshirilishi kerak bo'lgan bir ish Fir'avnning huzuriga borish, uni Allohga iymon keltirishga da'vat qilish edi. Lekin bu unchalik oson ish emas edi. Muso payg'ambar bilan Xorun payg'ambar Fir'avnning oldiga bordilar. Unga Allohni va Allohning amrlarini tushuntirdilar. Isroil o'g'illarini qul kabi ishlatishdan voz kech. Ularni qo'yib yubor, yurtlariga qaytib ketsinlar, dedilar. Fir'avn: "Modomiki payg'ambar deb da'vo qilyapsan, u holda bizga bir mo'jiza ko'rsatki, biz ham ishonaylik", dedi. Muso payg'ambar asosini, ya'ni qo'lidagi tayog'ini yerga tashladi. Aso Fir'avn va uning odamlarini ko'z o'ngida ajdarho kabi katta bir ilonga aylandi. Muso payg'ambar ilonni ushladi. Ushlagan zahotiyoq ilon yana asoga aylandi. Fir'avn ko'rganlari qarshisida lolu hayron bo'lib qoldi. "Sen naqadar bir buyuk sehrgar bo'lib yetibsan-ku", dedi. Muso payg'ambar: "Men sehrgar emasman. Men Allohning payg'ambariman. Hozir ko'rganlaring ham sehr emas, Allohning mo'jizasi edi", dedi. Ammo Fir'avn unga ishonmadi, chunki ishonishni xohlamas edi. Muso payg'ambarning dovrug'i butun olamga yoyildi. Fir'avn bu ishdan juda g'azablandi. Isroil o'g'illariga qilayotgan zulmini yana ham orttirib yubordi. Ularni Misrdan ketishlariga izn bermadi. Muso payg'ambar esa o'z xalqini vataniga qaytarishini istayotgan edi. Fir'avn va uning tarafdorlari o'z o'jarliklaridan voz kechmayotgan edilar. Alloh ularga dahshatli bir qurg'oqchilik yubordi. Ammo ular bu voqeadan saboq chiqarmadilar. Qurg'oqchilik ortidan bir necha kun to'xtovsiz yomg'ir yog'di. Muso payg'ambarga kelib, "Robbingga duo qil, yomg'ir yog'ishdan to'xtasin. Shunda biz ham senga ishonamiz", dedi. Muso payg'ambar duo qildi va yomg'ir to'xtadi. Ammo ular bergan va'dalarida turmadilar. Shunda katta bir chigirtka galasi ularning ustiga yopirila boshladi. Misr xalqi yana Muso payg'ambarga "Biz uchun duo qil, senga ishonamiz", dedilar. Muso payg'ambar Allohga yolvorib duo qildi. Chigirtka balosidan xalos bo'lishdi. Ammo ular o'z so'zlariga turmadilar. So'ngra hamma yoqni hasharotlar bosib ketdi. Hech bo'lmaganda bu safar aqllari ishlab qolar? Yo'q. Bu safar ham avvalgi holat takrorlandi. "Senga so'z beramiz. Bu safar bergan va'damizda turamiz. Duo qil", deyishdi. Ammo bergan va'dalarini yana ustidan chiqmadilar. So'ngra hamma joyni qurbaqa bosib ketdi. Bu safar ham Muso payg'ambarga borib panoh so'radilar. U duo qildi. Alloh ularni qurbaqa balosidan qutqardi.
Afsuski, bu gal ham Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirishmadi. Fir'avnga ishonib, Isroil o'g'illariga zulm qilishda va zaiflarga ozor berishda hamda faqirlarni ezishda davom etaverishdi. Bir kuni ertalab anhor suvlari qonga aylanganini ko'rdilar. Darhol Muso payg'ambar oldiga chopib bordilar. Yalinib, yolvordilar. Muso payg'ambar bu safar ham ular uchun duo qildi. Anhor va hovuzdagi suvlar asl holiga qaytdi. Ammo ular baribir Allohga iymon keltirmadilar. Isroil o'g'illariga bu bo'lib o'tayotgan sinovlar ta'sir qilmas edi. Faqatgina bu balolar Fir'avn va uning tarafdorlariga ta'sir qilar edi. Oxir-oqibat Muso payg'ambar va Isroil o'g'illari yo'l hozirliklarini ko'ra boshladilar. Endi Misrni tark etish vaqti kelgan edi. Uzundan uzun olomon Qizil dengiz tomon yo'lga ravona bo'lishdi. Fir'avn buni eshitishi bilan aqldan oza boshladi. Darhol askarlarini tayyorlab, ularni ortiga tushdi. Isroil o'g'illari Qizil dengizning qirg'oqlariga yetib borganlarida Fir'avn ularga yetib oldi. Oldilarida dengiz, ortlarida katta bir qo'shin turardi. Muso payg'ambar hech ham qo'rqmasdi. Allohning ularga beradigan yordamidan chin ko'ngildan ishonardi. Shunda Alloh unga asoyingni dengizga ur degan buyrug'ini eshitdi. Muso payg'ambar asosini dengizga urdi va dengiz ikkiga ajraldi. Birdan dengiz orasida quruq yer paydo bo'ldi. Hammalari birdan mana shu yo'ldan o'ta boshlashdi. Xuddi shu vaqtda Fir'avn va uning qo'shini ularga yetishib qolgan edi. Ko'rganlari qarshisida og'izlari ochilib qoldi. Fir'avn qo'shiniga buyruq berdi. Ularni ortidan birgalikda dengizning ichida ochilgan yo'ldan Isroil o'g'illarining ortidan tushdilar. Lekin Isroil o'g'illari qarshi tarafga o'tar o'tmas dengizda ochilgan yo'l yopilishni boshladi. Fir'avn va uning askarlari g'oyatda baland bo'lgan to'lqinlar orasida qoldi. Barchasi shu yerda suvga g'arq bo'lib halok bo'lishdi. Fir'avn o'lishini bilgani zamon baqirishni boshladi. Men ham Musoning Robbisiga iymon keltiraman, lekin endi kech. Alloh uning bu iymonini qabul qilmadi. Chunki unga juda ham ko'p imkoniyat berilgan edi. Ammo u hech birini qadriga yetmadi. Fir'avnlikdan hech ham voz kecha olmadi va suv Fir'avnni ko'tarib o'zi mos bo'lgan joyga olib borib tashladi. Isroil o'g'illari esa yangi bir hayot boshladilar.